BMW kompaniyasi Toyota bilan hamkorlikda 2028-yilda vodorodda yuradigan avtomobillarni ommaviy ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Nemis avtokonserni muhandislarining fikricha, ekologik sof transport vositalariga to'liq o'tish uchun elektrokarlar bilan vodorodli mashinalar kombinatsiyasini yaratish lozim. BMWning vodorod texnologiyalar va avtomobillar bo'yicha loyihalari bosh menejeri vodorodda harakatlanadigan avtomobillar tobora o'sib borayotgan elektromobillar bozorida qo'shimcha takliflarni oshirish imkonini beradi deb hisoblaydi. Ularning afzalligi shundaki, bitta to'la bak bilan ichki yonuv dvigatelli mashinalarga nisbatan 2-3 barobar ko'p masofani bosib o'tadi. Qolaversa, atmosferaga zararli gazlar chiqarmaydi. Shuni hisobga olib, BMW tijorat avtoparklari va texnologik startaplar bilan faol hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali mana shunday transport vositalarini ommaviy ishlab chiqarishni rivojlantirmoqchi. Oxirgi 20 oy ichida dunyoning 20 dan ortiq mamlakatida kompaniya tomonidan amalga oshirilgan vodorodli mashinalar sinovi muvaffaqiyatli kechgani aytilyapti. Bu esa tez orada Urban X texnologik startap platformasi bilan imzolanadigan hamkorlik kelishuvi doirasida vodorodda yuradigan yangi avlod modellari xaridorlarga yetkazib berilishini anglatadi. Umumiy qiymati 30 milliard dollarga teng loyiha doirasida BMW vodorod stansiyalari infratuzilmasini ham rivojlantirishni maqsad qilgan.